Bitta kvartirani aqlli uy, ya'ni umidvor qilish taxminan necha pulga tushadi? Hozir siz bilan hisoblab ko'ramiz. Birinchi navbatda eshigimizdan boshlaymiz. Umumiy zamok qo'yilgan, aqlli zamoklar qo'yilgan, Face ID'si ham bor, paroli ham, отпечаткasi ham bor va ikkinchi o'rinda domofon. Bu ham umidvor domofon hisoblanadi. Xo'p, bu taxminan $200, bu taxminan $100 atrofida. Xo'p, endi uyga kiramiz. Uyda avvalambor mana bunaqa panel kutib oladi. Hozir knop domofonni ishlatganimizga mana bu yerdagi hamma priborlarni shu yerdan ko'rsa bo'ladi. Xo'p, mana konditsionerlargacha boshqarsa bo'ladi. Xo'p, endi uyni hisoblab ko'ramiz. Alisa, chiroqni yoq. Mana chiroqni yoqdi. Alisa o'zbekchada ishlaydi bemalol. Har bitta mana bu включательlarimizga обязательно bittadan aqlli uyni reles qo'yiladi. Ikkitalik bittaligiga qarab har xil bo'ladi. Bitta включательga taxminan $30-35 relay qo'yiladi. Bu uyda 18 ta включатель bor ekan. 18 ta включательga jami 18 ta relay ketgan. Alisa, konditsionerni yoq. Mana konditsionerimiz ishlayapti. Alisa, televizorni yoq. Televizor ham yo'qdi. Xuddi shunaqa. Bu xapni taxminiy narxi $60 atrofida turadi. Bitta kvartiraga bitta ikkita qo'ysa bo'ladi. Bu yerga jami 3 ta xap qo'yganmiz. Juda ham yaxshi ishlashi uchun bu qurilmalarni bir-birida set qilib ishlab turganligi uchun 2 ta qo'yganmiz. Qurilmalar bir-biridan uzilib ketmasligi uchun. Umumiy shunaqa xarajat ketgan bu yerga. Yana qanaqa qurilmalar qo'shishimiz kerak? Hali ish davom etyapti bu yerda. Yana qanaqa qurilmalar qo'ysak bo'ladi bu yerga? Fikringizni kommentariyaga qoldirsangiz bo'ladi.